Vaqt hamma narsaga davo deymiz-ku. Haqiqatan ham vaqt hamma narsaga davo ekan. Eng zo'r dori vaqt ekan. Inson ba'zi kunlarni o'tmaydi deb o'ylaydi, lekin bilmaydiki o'sha o'tmaydi degan kunni ertasida yashab yurgan bo'ladi. O'tmaydi degan haftalarini keyingisida yashab yurgan bo'ladi. Haqiqatan ham bu kunlar emas, bu g'amlar emas, bu muammolar emas, bu hafta, bu oylar, bu yillar emas, bir umr o'tib ketadi. Hamma narsa o'tib ketadi hayotda. O'tmaydi, mana shuni qolib ketaman deb o'ylaydi, lekin bir ko'zini ochib yumadiki, hamma narsa esdan chiqib ketadi. Yaqin insonlar beganaga aylanadi. Begana bo'lgan insonlar atrofiga yig'ilgan bo'ladi. Shunaqa hayot. Vaqt hamma narsaga davo. Sabr qilishni bilish kerak odam. Hamma narsa o'tib ketadi. Kechani eng qorong'u payti ertalabga yaqin payt. Qiyinchilik kuchayib ketgan, sizga nisbatan adolatsizlik, zulmlar kuchayib ketgan paytda yorug' kunlar kelishiga ozgina qolgan bo'ladi. Zulm ustamlar kuchayib ketgan paytda yaxshi kunlarga ozgina qolgan bo'ladi. Doim shunaqa bo'lib kelgan o'zi. Qiyinchiliklar kuchayib ketdimi, demak ozgina qoldi osonchilik keladi. Osonchilikka yaqin paytda qiyinchilik kuchayadi. Nurga yaqin paytda zulmat kuchayib ketadi. Lekin baribir o'tadi. Hamma narsa o'tib ketadi. Siz umringiz o'tib ketadi. Bilmay qolasiz, bitta ko'zingizni ochasiz, qabrda yotgan bo'lasiz. O'tib ketgan bo'lasiz hayotda. Hamma narsa o'tib ketadi. Hech narsa yo'qki o'tmaydi degan. Ota-ona bolasidan ayrilib qolsa sabr qilib o'tkazib kulib yuradi-yu bir necha yillardan keyin. Ota-ona bolasidan ayrilib qolsa, siz o'lib qolsangiz, ayolingiz keyib ketadi boshqasiga, baribir kulishni boshlaydi. Hamma narsa o'tib ketadi. Hamma vaqt dorisi bilan davolanadi.